Yashirin kempingda sodir bo'lgan qo'rqinchli voqea. Yen ismli bu bloger 10 yillik faoliyati davomida ekstremal sharoitlarda va tabiat qo'ynida qilgan kempinglarini o'z sahifasida bo'lishib boradi. Ko'pincha uning sarguzashtlari hech qanday muammosiz o'tgan ekan-u, lekin o'tgan yil sodir bo'lgan bu voqea uni juda ham qo'rqitib yuborgan ekan. Voqeani boshida yashirin kempingni McDonald'sda avtoturargohida o'tkazish uchun Yen barcha kerakli narsalarni tayyorlab, mashinasini orqa o'rindiqlariga joylashib, uxlashni boshlaydi. Lekin biroz vaqt o'tganidan keyin Yen kimdir tashqaridan uni eshigini tortayotganligini eshitib uyg'onib ketadi. Kelinglar birgalikda voqea qanday sodir bo'lganligini ko'ramiz. What's going on, man? What's going on? What's up? What's up, man? What's going on? What are you doing? Hey, bro. What's up? What are you doing, man? You ain't fucking weird, bro. Bu voqeadan keyin Yen avtoturargohni boshqa joyga borib tursa-da, boyagi odam uni uzoqdan kuzatishni davom ettiraveribdi. Bundan xavotirlangan Yen umuman boshqa joyga ketib, o'sha joyda tunni bexavotir o'tkazibdi. Keyinchalik Yen bu odamni asli kimligi haqida hech qanday ma'lumot qoldirmaganligi sabab, uni kimligi va nima uchun bunday qilganligi haqidagi savollar shunchaki javobsiz qolib ketdi. Va endi biz shunchaki bu haqida taxmin qilishimiz mumkin. Lekin eng qizig'i, siz nima deb o'ylaysiz? Bu odam nima uchun o'zini shunchalik g'alati tutgan va mashinani oldidan ketishni xohlamagan? O'zingizni fikringizni va variantlaringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha